Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Do'zaxning nomlari. Qur'oni Karimda quyidagi nomda do'zaxlar borligi zikr etilgan. Birinchisi Jahannam, abadiy jazo diyori. Astag'izu billah. Innallazina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam va lahum azabul hariq. Albatta, mo'min va mo'minalarni fitnaga solib, so'ngra tavba qilmagan kimsalarga jahannam azobi va ular uchun o't azobi bordir. Buruj surasi 10-oyat. Ikkinchisi Lazo, kuchli alanga. Astag'izu billah. Kalla innaha lazo nazza'atan lish-shawa. Yo'q, axir u shunday do'zaxdirki, terilarni sidirib oluvchidir. Ma'orij surasi 15-16 oyatlar. Uchinchisi Hutoma, sindiruvchi, vayron qiluvchi. Astag'izu billah. Kalla la yumbazanna fil hutama. Yo'q, qasamki albatta u hutamaga tashlanur. Humaza surasi 4-oyat. To'rtinchisi Sa'ir, o'ta qizigan. Astag'izu billah. Innash shaytona lakum adu fattakhizuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Albatta, shayton sizlarga dushmandir. Bas, uni dushman tutingiz. U o'z firqasini, o'ziga ergashganlarni do'zax ahli bo'lishga da'vat qilur. Fotir surasi 6-oyat. Beshinchisi Saqar, qattiq kuydirib, jizg'anak qiluvchi. Astag'izu billah. Sauslihi saqor. Yaqinda men uni saqarda, jahannamda kuydirajakman. Muddassir surasi 26-oyat. Oltinchisi Jahim, o'ta issiq olov. Astag'izu billah. Va innal fujjara lafi jahim. Fojirlar, kofirlar esa do'zaxdadirlar. Infitor surasi 14-oyat. Yettinchisi Hoviya, qattiq qizigan o't. Astag'izu billah. Fa ummuhu haviya va ma adraka ma hiya narun hamiya. Bas uning onasi Hoviyadir. U Hoviyaning qanday ekanini senga nima bildirdi? U qattiq qizigan o'tdir. Qoriya surasi 9-oyat. Yaxshiga mukofot, yomonga jazo beriladigan qiyomat kunida iymon keltirishdan takabburlik qilganlar ana shunday eng yomon joylarga giriftor bo'ladilar. Jahannamga hukm qilinganlarni azob farishtalari orqalaridan kuch bilan unga itarib boradilar. U kunda ular jahannam olovi sari haydalurlar. Ularga deyilur: sizlar yolg'on deb yurgan do'zax mana shudir. Qani, bu ham sehrmi yoki sizlar qo'rqmayapsizlarmi? Unda kuyingiz. Endi uning azobiga xoh sabr qiling, xoh sabr qilmang, sizlarga barobardir. Sizlar faqat o'zlaringiz qilib o'tgan qilmishlaringiz jazosini olursiz. Tur surasi 13-16 oyatlar. Azob farishtalari kuch bilan do'zaxga itarib borganlaridan so'ng ularga: mana bu ko'zlaringiz bilan ko'rib turganlaringiz sizlar yolg'onga chiqargan o't bo'ladi. Sehr ekanmi bu? Yo dunyoda yaxshilik va iymonni ko'rmaganlaringiz kabi buni ham ko'rmayapsizlarmi? Endi chidaysizlarmi, chidamaysizlarmi?
baribir qilib yurgan amallaringizning jazosini olasizlar, der ekanlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.